o'rinda ota-ona Rabbim barchasini ko'rib turishadilar. Onangni, otangni tirikligida qilgin, o'tgandan keyin dasturxonlari to'kin bo'lsin. U Allohimni qahrini, g'azabini keltiradilar. Shuning uchun tirikligida ota-onalarimizni, yaqinlarimizni, xola-tog'alarimizni, ammalarimizni, amakilarimizni qadriga yetaylik. Borib xabar olaylik. Oqibatni tiklaylik. Uyni dang'illatib, kiyimni kiyib, qarindosh urug'chilikni unutib qo'yyapsizlar, ey mu'min, mu'mina bandalar. Uzoq qarindoshlarni xabar olinglar. O'tganlar ruhi shod bo'ladi. Qarindosh urug'chilik uyiga baraka keladi. Uyda to'kinchilik bo'ladi. Qo'shnilar bilan inoq ahil bo'linglar. Allohim savobli ishlarni, Allohimni chiroyli ishlarini qilishni oldlaringga maqsad qilib qo'yinglar. Chet elga qiziqib, chet davlatlarga qiziqib, ularni qilganini qilmanglar. Iltimos, ey ayollar, ular nima ish qilsa qilaversin. Bizga to'g'ri kelmaydi ularni ochiq-sochiq shimlarni, sochlarini yozib yurishlari. Biz o'zimizni o'zbekligimizda qolaylik. Allohim bizni suyadi. Bizning yurtimiz tinch. Zilzila bo'lmaydi. Ofatlar kelmaydi. Alloh bizni mehribonimiz. Shuning uchun Allohimni yo'lida bo'lib, erta turib, tonglarda Allohim deb vatanimizni poklab, Allohimni yo'lida namozlarimizni o'qib, yaqinlarimizni xabar olib, farzandlarimizga tarbiyalarni, telefonlarni olib tarbiya beraylik. Farzandlarimizni qo'liga kitob beraylik, kuzataylik. O'zimizdan ko'rib farzandlarimiz ham telefon o'ynaydi. O'zimiz ibrat bo'laylik. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Mehribon Rabbim ko'rguvchi, bilguvchi, eshitguvchi, hammasini o'zi chiroyli mukofotini berguvchi va jazosini berguvchi Rabbim bor. Rabbimni borligini har kuni his qilinglar. Allohim har kuni yonimizda, farishtalar bizni kuzatadi. Rabbim har kuni bizni baraka xayrimizni berib turishadilar. Namozdan keyin Allohim hammaga baraka tarqatishadi. Barakadan qolmanglar. Mu'min va mu'mina bandalar.